Aziz do'stlar, mana shu issiqxonalarni isitish maqsadida men kat yo'l yasamoqdaman. Kat yo'l Nijniy Gariniya. Razmerlarimiz 1.30 ga 1.25, eni 50 santimetr. 50 santimetr. Bizda ventilyatorda mana shunday hozirda shuni armaturadan kalasini yasab qo'yganman. Ularni hali bunday o'ynaydigan podvижной qilmoqchiman. Ventilyator va загрузка qopqog'imiz mana shunday va teplообменникimiz. Teplообменникlarimiz 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta. 5 tasi aylanib chiqib ketadi. Kat yo'limiz mana shunday ko'rinishda. Bu turbalar ko'tarib olish uchun, bu yoqqa olish uchun mana shunday kat yo'limiz. Bu yil Xudo xolasa shu issiqxonamizni isitish niyatim bor.